Mana shunaqangi puli arzon lekin uyi o'zi yaxshi kvartiralarni o'tkazib yormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Nafaqat Instagramga, balki Telegramga ham o'tib oling. Chunki Instagramdagi chiqmagan rasmli e'lonlar Telegram gruppamizga qo'yiladi. Hozir sizlarga ko'rsatadigan uyim ham narxi juda ham shikalat. Uyimizni o'zi undan ham shikalat bo'lgan variantda bitta kvartiramiz ijaraga chiqib qoldi. Ushbu kvartiramiz Namangan shahar Beshada, xalq tili bilan aytganda Snickers magazinining orqasidagi domda 4 qavatli domimizning 3-etajda joylashgan bir xonali Euro remont barcha mebel texnikalari bilan uyimiz ijaraga beriladi. Hozir sizlarga uyimizni tanishtirib o'taman. Eshikdan kirganingizda shunaqangi koridor qismimiz bu tomonda kichkinagina переходка qo'yishgan ekan. Bu tarafda bizda sanuzel. Sanuzelimizga e'tibor beradigan bo'lsangiz, o'rtacha holatda aristollari bor, unitaz, vannalari o'rnatib qo'yilgan ekan. Bu tarafda bizda oshxonamizda xolodilniklari o'rnatib qo'yilgan, gaz plita, vetichka, shunaqangi oshxona mebellarimiz bor. Uyimizga to'liqligicha gilamlarni solingan, oshxonamiz va koridorimiz ko'rganingizda aboyli remont ekan. Xo'p, keyingi xonamiz bizda asosiy xona. Ko'rishingiz mumkin. Asosiy xonamizda ham hamma mebellari bor, televizor, spalni garnitur hamma narsasi o'z o'rnida shakllantirib qo'yilgan ekan va bitta konditsionerimiz ham bor. Ushbu uyimizga ham gilamlarni solib qo'yilgan, zamonaviy pardalarni osib qo'yishgan ekan. Uyimizni ko'rdinglar, uyimiz juda ham yaxshi holatda, remontlari, mebel texnikalari hammasi, mana shu ko'rgan mebelingni hammasi o'z o'rnida qoladi. Uy egalari qo'shimcha narsa qilib berishmaydi. Qanaqadir o'zingizda ehtiyoj seziladigan bo'lsa, o'zingizni olib olishingiz mumkin. Uyimizning narxiga to'xtaladigan bo'lsa, qadrdonlar hali beri bunaqa kvartira chiqmasa kerak bu narxdan. Uyimizning narxi 2 million so'm, makler xizmati alohida. Kimga ushbu uyimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'ylanib ikkilanib o'tirishga hojat yo'q. Telefon nomerlar opisaniyada bo'ladi. Kommunal tarmoqlarga to'xtaladigan bo'lsa, hamma tarmoqlar o'z o'rnida shakllantirib qo'yilgan. Agar uyimiz qiziq bo'lsa, telefon qilib shaxsan o'zim bilan bog'lanib, shu uyimizni ijaraga olishingiz mumkin. Agar sizlarda ham ijaraga beriladigan uylaringiz bo'ladigan bo'lsa, shaxsan o'zimga aloqaga chiqishingiz mumkin. Instagram tarmoqlarimizda, Telegram tarmoqlarimizda reklama qilib beramiz. Yo bo'lmasa o'zimiz tartibli, uzoq muddat o'tiradigan ijarachilarni topishda yordam beramiz. Barchangizga xayrli kun, kuninglar fayzli va barakali bo'lsin. Bizdan uzoqlashmay, yangiliklar hali oldinda.